arzon dam olishni xil yo'llari bor. Hozir yangi trend bo'layotgan yo'nalish backpackers deydi. Bu orqa sumkaga osib olib, minimal yukka olasiz. Bitta krossovka, bitta jinsi, ustingizga kiyim, shuni ikkita olasiz, shu bilan orqangizga olasiz, sayohatga ketasiz. Bu sayohat turi hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Sababi oilaviy dam olish uchun to'g'ri kelmaydi. Sababi bolalar bilan ko'p yura olmaysiz. Ada qornim ochdi, ada suv ichaman, ada oyog'im og'rib qoldi deydi, bo'ldi, siz ko'p yura olmaysiz. Bunga kimda? Bunga shu o'rta yoshdagi, deylik, mana 20 yoshdan 40-45 yoshgacha bo'lgan erkaklar yoki ayollar backpackers bo'lib, orqaga sumkani osib olib, biletni chamadansiz olib, bagajsiz olib, arzon bilet olib, joyga uchib borganda transportlarda yurib, mehmonxonani ham yulduzsiz guest house yoki motel deydi chet elda. Shunaqa yoki kapsula hostellar yoki oddiy hostellarda yashab, ko'pchilik borganda qiziqdi, bitta xonada 4-5 kishi yotasizlar, xuddi bog'cha paytida uxlardek, xuddi o'sha narsa qaytarasizlar orqaga borib. Bu byudjetni dam olish hammaga ham to'g'ri kelmaydi.